Kadına kahvaltı çıkma. Başını çıkarsın. İsminiz nima? Munira. O, nimga chiroyli isim bu? To'y qildingizmi? To'y qilmadingiz? Ay, men shu ayolimni naytash. Qattiq ish ko'rmoqchi bo'laman. Mijozimiz faqat kelishmaydi. Ikki qitim to'y qildim men shu. Yo'q. To'y qilmoqchiman biraz. Chaq sizga. Men sizdek bir chiroyli qiz oldim bir topgan bo'lsam, alamat bo'lib sizga kasofat. Nerede işleysiz? Okuvatamsınız? Yaxşı. Qanday qilamiz endi bu benzinni? Bıraklarını. Şuna? Ma benzin yani bir maşinka tutsa azroq benzin qochirib olay. Ha? Zo'rda parangiz o'tiradi. Ha, keling. Maaşlı ko'mamsiz. Kashkir kit bor da uning ustiga. Bugun bu yerda qo'nib qolamdiq, tig'i. Ikkalarning yaxshi ko'ngli tushunmay qaqiltib bizni tutib olsa. Havas yaxshi kena bu yaniki. Ay, ma benzinning tugab ketganini. Hap, maşın özüne cep kesettin ha? Oho, yaraysız. Oğul balını koluna pek şimdi kessizci mi? Viski? Yok. Viski yemez mi? Emez. Onda olsa üzüm arığı? Emez. Onda olsa şampan? Yok. Onda olsa değil mi? Benzin. Qo'shnimizchi oyog'iga palto o'tiribdi. Mana ekrana. O'tganda olding-ku. Voy, ash ko'ni paltom demsiz? Oqshomda o choy kiyib berib oldim. Oqshom kelgan paltoni bugun kelsam bo'lmamda? Voyjon, kiyramdim o paltoni. Qatojoy qizlar yana kiyib kelibdi demamdi. İtalyan paltosi kelib shunda olaychi. Bir kunda bir xil kiyim kiysan va mushu Qazmanım satib kuni taqadim. Hech kiyvermayman. Yo'q, havara qundavla, bir bozor chiqsa xo'p. Ma avarayda, erta yam o'yog'idi, yer tavraydi. Qayoqdi dedimi? Ishqib kelkin keldiganimning gapi va. Mo'ynimdagi o'rgilik qandavla. Xudo o'zi bunda pichoq yag'amdi.